Bolam, meni qayerga olib kelding? Tushing, kiring. Bolam, qayerga olib kelding? Qariyalar uyiga. Nima? Meni-ya? O'z onangni ya? Uyalmaysanmi bolam? Tushing, shoshilyapman. Xavotir olmang. Kirib Maftunaxon jo'nattirding gaplashilgan. Bolam, aqlingni ya. Nimalar deyapsan? Nahotki bittagina bolam bo'la turib, meni mana shu qariyalar uyida yashattirasanmi? Tezroq tushing mashinadan. Jon bolam, onang o'lmasin sendan. Meni bir yerga tashlab ketma. Sengacha og'irligim sirayam tushmaydi. Bolam, mayli. O'sha manjalaqa biz bilan birga yashashga ham roziman. Faqat meni bu yerlarga tashlab ketma, onang o'lmasin. Bo'pti, olib ketaman. Faqat shartim bor. Hozir men bilan borib bankdagi pullarni olib berasiz. Va uyga hujjatlarni joylarini aytasiz. Keyin uyga olib ketaman. Bolam, bankdagi pullarni nima qilasan? Axir oyma-oy foydasini olyapmiz-ku. Qoningda teshib chiqmayapti-ku, bolam. Shartimga ko'nsangiz ketasiz. Bo'lmasam qoling, bemalol. Bo'lmasa uyga borib hujjatlarni olaylik, bolam. Meni yonimda bankka kirish uchun hujjat yo'q, bolam. Hujjatlaringizni olib kelganman. Tanlang. Hoziroq yokida qariyalar uyiga kirasiz, yokida uy hujjatlarini qayerdaligini aytasiz. Va bankka borib menga pullarni olib berasiz. Bolam, meni rostdan olib ketasanmi? Aldamayapsanmi? Lekin bolam, shu bankdagi pullar tursin. Senga nima zarar tegyapti, bolam? Ishim bor deyapman sizga. Rasa boshim